Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz tinglovchilar. Bugun biz siz bilan oliy ta'lim didaktikasi o'quv modulining 3-mavzusi ta'lim shakllari, metodlari va texnologiyalari to'g'risida fikr bildiramiz. Aynan bugungi kunda ta'lim sohasida o'zgarishlar bo'layotgan bir paytda ta'lim islohotlari ta'limning mazmunini, uning sifatini ko'tarishga qaratilgandir. Biz bugun siz bilan oliy ta'lim jarayonida STEM texnologiyalaridan foydalanish xususida fikr bayon etamiz. Hammamizga ma'lumki, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan xalqimiz orasida innovatsion tafakkurni shakllantirish eng muhim vazifadir. Innovatsiya bo'lmagan joyda rivojlanish ham, raqobat ham bo'lmaydi. Bu boradagi yangiliklarni keng targ'ib qilmasdan turib, hozirgi jadal o'zgaruvchi zamon va ilmiy taraqqiyot bilan hamdam bo'la olmaymiz degan fikrlarida olam ma'no bor. Ushbu mavzuning dolzarbligi quyidagilardan iborat. Mamlakatimizda bugungi kunda 3-renessans bo'sag'asida turar ekanmiz. 4-sanoat inqilobi bilan bir vaqtda kechayotgan yuksak o'zgarishlar ta'lim jarayoniga yangi mazmundagi texnologiyalarni, ta'lim shakllarini, metodlarini kiritishga da'vat etmoqda. Bu aynan bozor iqtisodiyoti sharoitida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda zamonaviy va innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq qilish bilan bog'liqdir. Aynan STEM texnologiyasi pedagogik jarayonni tashkil qilishda, ta'lim jarayonini yangi bosqichga ko'tarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan mana shu ta'lim mazmunini yangi sifat bosqichiga ko'tarishda hukumatimiz tomonidan, davlatimiz, prezidentimiz tomonidan qator farmonlar va qarorlar ishlab chiqildiki, ularning barchasi ta'lim mazmunini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga qaratildi. STEM texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq qilish borasida bugungi kunda ham xorijda, ham o'zimizning O'zbekiston Respublikamizda qator olimlar ish olib bormoqdalar. Bizning respublikamizda bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida, prezident maktablarida STEM texnologiyalariga asoslangan ta'lim shakllari, ta'lim texnologiyalari joriy qilinmoqda. Respublikamiz olimlaridan Lobarxon Suvonova, Farangiz Salaxatjayeva, Azamjon Xalikovlar tomonidan ta'lim jarayonida STEM texnologiyalarini tatbiq qilish masalalari o'rganilgan bo'lsa, Rossiya olimlari, masalan, Ruvinskiy, Yakovlev, Zyazun tomonidan pedagogik faoliyatni loyihalash, uni jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilish masalalari o'rganilgan. Hamda xorij olimlari deylik Jenson, Morana, Robert Delpitlar tomonidan ta'lim jarayonini innovatsion tashkil qilish muammolari o'rganib chiqilgan. Biz STEM texnologiyalari haqida fikr bildirar ekanmiz. Ayniqsa 21-asrda axborot kommunikatsiya texnologiyalari keng tatbiq qilinayotgan bir davrda hamda raqamlashtirish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar kechayotgan paytda STEM texnologiyalari nihoyatda dolzarb ekanligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. STEM texnologiyalari avvalambor 2011-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'lim jarayoniga tatbiq qilindi va ularning katta ahamiyatga, samarali ahamiyatga ega ekanligi ayniqsa ayon bo'ldi. Hammamizga ayonki, STEM texnologiyalari science, texnologiya, injiniring, ya'ni muhandislik, art, san'at hamda matematika yo'nalishlarini belgilab beruvchi ingliz tilidagi qisqartma, ya'ni abreviatura bo'lib, texnologiya, muhandislik, fan, san'at, matematika yo'nalishi bo'yicha g'oyalar dinamikasini bildiradi. Mana quyidagi slaydda, hurmatli tinglovchilar, biz aynan mana shu abreviaturaning, ya'ni ingliz tilidagi qisqartmaning ko'rinishini ko'rib turibmiz. Xo'sh, oliy ta'limda ham STEM texnologiyalaridan foydalanish mumkinmi degan
savol albatta tabiiy ravishda paydo bo'ladi. Va bu savolga javob axtarib, biz siz bilan talabalarni kreativ fikrlashida hamda mustaqil fikr bildirishga bo'lgan ishtiyoqni oshirishda, ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan motivatsiyasini ko'tarishda STEM texnologiyalarining rolini va ahamiyatini aniq misollar tariqasida ko'rib o'tishimiz mumkin. Avvalambor STEM texnologiyasini oliy ta'lim jarayoniga tatbiq qilar ekanmiz, biz uning maqsadi nimadan iborat ekanligini aniqlab olishimiz lozim. STEM texnologiyasining maqsadi har qanday murakkablikdagi vazifalarni uddalashga imkon beradigan, universal, amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv ekanligini alohida e'tirof etishimiz lozim. Shu bilan birgalikda STEM texnologiyasi tahsil oluvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda qo'llay olish imkonini yaratadi va STEM texnologiyalari tahsil oluvchilarga tajriba o'tkazish, turli tuman vaziyatlarni, pedagogik vaziyatlarni modellashtirish, shuningdek o'zlarining g'oyalarini 3D yoki videorolik shaklida, challenge shaklida amalga oshirishga yordam beradi. Biz STEM texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etar ekanmiz, qanday pedagogik shart-sharoitlar mavjud bo'lishi lozim degan savolga ham albatta javob berishimiz lozim. Xo'sh, qanday pedagogik shart-sharoitlar STEM texnologiyasini vujudga keltirishga yordam beradi? Demak, STEM texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq qilar ekanmiz, ta'lim yo'nalishlari bo'yicha davlat ta'lim standartlari va malaka talablari, barcha o'quv me'yoriy hujjatlar mavjud bo'lishi lozim. Shuningdek, STEM texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq qilar ekanmiz, yetakchi professor o'qituvchilar, salohiyatli professor o'qituvchilar, ya'ni o'sha auditoriyaga kirganda talaba bilan o'zaro hamkorlikni tashkil qila oladigan professor o'qituvchilar bo'lishi lozimligini qayd etib o'tmoqchimiz. Shuningdek, didaktik vositalar majmuasi, ya'ni ma'ruzalar to'plami, elektron darsliklar, turli tuman challengelar, videoroliklar aynan mana shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha mavjud bo'lishi lozim bo'ladi. Shuningdek, axborot dasturiy ta'minot, ya'ni internet tarmog'iga ulangan yuqori tezliklardagi kompyuter ishlaydigan vositalar, texnik qurilmalar bo'lishi lozimligini alohida e'tirof etmoqchimiz. STEM texnologiyasi asosida biz talabalarni kasbiy faoliyatga yo'naltirishda 3 ta asosiy bosqich amalga oshirilishini alohida qayd etamiz. Bu birinchi bosqich motivatsion maqsadli bosqich bo'lib hisoblanadi. Bunda talaba o'z kasbiy faoliyatida STEM texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini va zaruriyatini anglab yeta oladi. Shu bilan birgalikda ikkinchi bosqich bu mazmunli faoliyatli bosqich deb hisoblanadi. STEM texnologiyalaridan foydalanish mazmunida o'quv materiallarida ko'rsatilgan bilim, ko'nikma, malaka hamda kompetensiyalar egallanadi. Shu bilan birgalikda uchinchi bosqich bu natijaviy refleksiya bosqichi hisoblanadi. Ushbu bosqichda yuqori sifatli pedagogik texnikaning shakllanishida STEM texnologiyasining dinamikasini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Biz mana shu aytilgan barcha nazariy ma'lumotlarni bitta mavzu Mirzo Ulug'bek davrida ma'rifiy qarashlar taraqqiyoti misolida ko'rib o'tsak. Bu mavzu pedagogika tarixi ta'lim yo'nalishida mavjud va bu mavzuni talabalarga taqdim etishdan oldin biz mana quyida ko'rsatib o'tilgan elektron manbalarga murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Avvalambor biz STEM texnologiyalaridagi eng birinchi yo'nalish STEM, ya'ni science, fan yo'nalishi bo'yicha talabalarga Ulug'bek rasadxonasi to'g'risidagi yoki Ulug'bekning ma'naviy ma'rifiy qarashlari to'g'risidagi ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz va birgalikda uning bayoni orqali olimning ilm-fan rivojiga qo'shgan
hissasi to'g'risida fikr yuritishga o'rgatamiz. Shu bilan birgalikda Ulug'bek rasadxonasining yoki uning madrasalarining paydo bo'lish tarixi, astronomiya sohasidagi, fiqh sohasidagi yoki o'sha shariat sohasidagi qo'shgan ulushi haqida fikr bildirib o'tamiz. Demak, birinchi yo'nalish fanlar yo'nalishida. Ushbu yo'nalishda talabalar tomonidan Ulug'bek davrida ma'naviy ma'rifiy taraqqiyot, me'moriy obidalarning qurilishi, ham davlat arbobi, ham olim sifatida fan olamiga ulushi xususida hamda u qurdirgan me'moriy obidalarning barpo etilish tarixiga doir ma'lumotlarni ko'rib chiqadilar. E'tibor bersanglar, hurmatli tinglovchilar, bu yerda biz pedagogika, tarix va astronomiya kabi fanlarning integratsiyasi amalga oshganligini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishda esa biz talabalarga texnika, ya'ni texnologiya yo'nalishi bo'yicha zamonaviy grafik va raqamli texnologiyalar, 3D mashg'ulot, videorolik, slayd shou kabi dasturlar yordamida rasadxona yoki deylik Ulug'bek qurdirgan madrasalarning o'sha ko'rinishi, ular haqidagi ma'lumotlar bilan ularni boyitib boramiz. Va shu bilan birgalikda talabalarga Ulug'bek to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazib berish bilan birgalikda mana shu texnologiyalardan foydalanish holati, ularning ahamiyati xususida fikr bildirishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchi abreviaturadagi uchinchi yo'nalish bu T, ya'ni texnika, texnologiya dedik. Demak, bu yerda biz talabalarga masalan Ulug'bek rasadxonasi to'g'risida ma'lumot berar ekanmiz yoki talabalarning mana shu ma'lumotlarni internet orqali izlab topishiga imkoniyat yaratar ekanmiz. Ularni zamonaviy texnologiyalarni nazarda tutuvchi astronomiyaga oid bo'lgan tushunchalar, qurilma va uskunalar to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lishiga imkoniyat yaratamiz. Aynan mana shu yo'nalishda talabalar armilar, sfera, kvadrant, triangula, quyosh hamda yulduz soatlari, astrolabiya yoki usturlob, gradus, balandlik kabi tushunchalar bilan tanishib boradilar. Ko'rib turganimizdek, ushbu yo'nalishda talabalarning dunyoqarashi kengayadi. Ular mustaqil ravishda ma'lumotlarni internet orqali izlab topishga da'vat etiladilar. Y yo'nalishida, ya'ni engineering, muhandislik yo'nalishida talabalarga rasadxona qurilishida foydalanilgan muhandislik ishlari, me'morchilik ashyolari, xususan pishgan g'isht, marmar plitalar va shu kabilar haqida ma'lumot berish talab etiladi. Buning uchun talabalar o'sha davr me'morchiligida foydalanilgan qurilish ashyolari va usullaridan qay darajada foydalanilganligi haqidagi ma'lumotlarni internet orqali izlab topishga harakat qilishadi. Bu esa albatta talabalarni mana shu muhandislik sohasidagi bilimlarini kengaytiradi. Mana ko'rib turganimizdek, ushbu slaydda muhandislik yo'nalishidagi qadimiy me'morchilikda qo'llanilgan turli-tuman tasvirlar ko'rsatilgan. Bu albatta o'sha zamonda me'morchilik qurilishida foydalanilgan naqshlardan dalolat beradi. Ushbu yo'nalishda, muhandislik yo'nalishida qadimiy va zamonaviy me'morchilik qurilish ashyolari, materiallari va uslubi o'rganiladi. Bu yo'nalishlarning o'ziga xos jihatlari talabalar tomonidan o'qituvchi bilan birgalikda tahlil qilib boriladi. Biz mana rasadxonani misol tariqasida keltiryapmiz. Rasadxona qurilishiga doir me'moriy an'analar o'rganib chiqilishiga ham zamin yaratamiz. Endi STEAM texnologiyasidagi A yo'nalishi, ya'ni A deb abreviatura sifatida ko'rsatilgan, bu san'at, arch, ya'ni san'at. Bu 15-asr me'morchilik an'analari va uslubi, o'sha davrning mohir me'morlari hamda rasadxona me'moriy obyektini qurish jarayonidagi o'ziga xos san'at bezaklari to'g'risida ma'lumot berishga qaratilgan yo'nalish bo'lib hisoblanadi. Bu yo'nalishda
ko'hna me'morchilik uslublari hamda zamonaviy me'morchilik yo'nalishlari solishtirilgan holda matnni tahlil qilishga imkoniyat yaratiladi hamda bu yo'nalishda talabalar aynan Ulug'bek davrida, Ulug'bekning o'sha ma'rifiy qarashlarida, Ulug'bek tomonidan o'sha real hayotda qurdirilgan madrasalarda yoki Ulug'bek tomonidan qurdirilgan rasadxonadagi o'sha bezaklarda aynan san'at yo'nalishidagi katta ishlar amalga oshirilganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Ushbu yo'nalishda talabalarga san'at sohasiga doir qobiliyatlarini namoyon etishlari uchun imkoniyat yaratiladi. Ular o'zlari naqsh chizish orqali ma'lum bir axborotni, ma'lumotni yetkazib berish vazifa qilib qo'yiladi. Buning uchun ularga qadimiy me'morchilik uslublari hamda zamonaviy me'morchilik trendlari to'g'risida batafsil ma'lumot beriladi. Mana masalan biz quyida mana shu naqshlarni keltirib o'tganmiz. Bu 3D formatda o'sha zamonda amalga oshirilgan naqshlar. Mana ko'rib turganimizdek peshtoqdagi juda chiroyli naqshlar, vaholanki peshtoq mana shu joyda shift, mana shu joyda tugagan, lekin o'sha zamonning me'morlari, o'sha zamonning arxitektorlari va rassomlari shu darajada naqshlarni mukammal darajada bajarganliklarini ko'rib turishimiz mumkinki, bir qarashda bu baland shiftga o'xshaydi. Vaholanki shiftning o'sha razmeri past bo'lishi mumkin, lekin rasm shu 3D formatda o'sha zamondayoq bajarilganligi uchun u baland osmono'par bo'lib ko'rinishi mumkin. Demak, biz talabalarga mana shunday me'morchilik yoki arxitektura va san'at sohasidagi sirlarni ko'rsatar ekanmiz, talabalarda albatta o'sha zamondagi, Ulug'bek zamonidagi me'morchilikni o'rganishga bo'lgan qiziqishni, motivatsiyani oshirgan bo'lamiz. Va shu bilan birgalikda oxirgi M, ya'ni matematika yo'nalishida biz talabalar bilan rasadxona loyihasining ishlab chiqilishi, qurilish ishlari uchun zaruriy xom ashyo, hisob kitobi, rasadxonaning shakli, shu bilan bir qatorda yulduzlarni kuzatish uchun eng zarur bo'lgan moslama kvadratning joylashuv o'rni bilan bog'liq hisob kitob ishlarining bayoni haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz va o'qituvchi talabalar bilan birgalikda aynan mana shu ma'lumotlarni ko'rib chiqadi. Hamda 15-asrda mavjud bo'lgan hisob kitob ishlari, o'lchov birliklarini rasadxona me'moriy obyekti misolida o'rganib chiqishga imkoniyat yaratiladi. Demak, ko'rib turganimizdek, matematika yo'nalishida talabalar rasadxona silindr shaklda barpo etilganligini, rasadxonadagi eng muhim qurilma kvadrant va uning vazifasi nimadan iborat ekanligini bilib oladilar. Bundan tashqari uskunaning aylanasida 1 gradus yoy 701,85 mm va 1 minut yoy 11,53 mm ga to'g'ri kelishini bilib oladilar. Ushbu yo'nalishda talabalarga kelajakda o'zlari barpo etmoqchi bo'lgan bino qurilishi bilan bog'liq bo'lgan hisob-kitob ishlarini o'rgatish vazifasini qo'yish mumkin. Ushbu topshiriq orqali talabalarning matematika sohasidagi savodxonligini oshirishga erishiladi. Hurmatli tinglovchilar, aziz ustozlar, bilasizlarki, biz talabalarda o'sha shakllantirilishi va rivojlantirilishi lozim bo'lgan kompetensiyalarning orasida ham axborot texnologiyalari bilan ishlash, ham matematik savodxonlik, kommunikativ kompetensiyalar kabi kompetensiyalarni rivojlantirishimiz zarur. Demak, mana bitta kompetensiya matematika sohasidagi savodxonlikni oshirishga erishish xususidagi topshiriqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuningdek, biz talabalarga o'sha zamondagi rasadxonaning silindr shaklda barpo etilganligini va bugungi zamonaviy holatdagi tasvirini ham ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu solishtirish orqali talabalarda qiyoslash, tipologiyaga oid bo'lgan faktlarni o'zlashtirishlariga zamin yaratiladi. Shuningdek, biz talabalarga o'sha zamonda 15-asrda Ulug'bekgacha bo'lgan davrda yulduzlar harakatini bildiruvchi xaritani namoyish qilishimiz mumkin va Ulug'bek tomonidan
zichi kuragoniy asosida o'zining xaritasi yaratilganligini va u yulduzlar xatti harakatini to'g'ri tashkil qilganligini va ko'rsatib berganligini albatta ma'lumotlar asosida talabalarga berishimiz mumkin. Quyidagi slaydda biz rasadxona peshtoqida naqshlar orqali aks ettirilgan mamlakatlar xaritasini ko'rishimiz mumkin va talabalarga mana shu mamlakatlarni joylashtirilishi naqshlar orqali, turli tuman bezaklar orqali o'sha zamondagi mavjud bo'lgan davlatlar va mamlakatlarning qay uslubda joylashtirilganligini ko'rsatish orqali talabalarda yanada ko'proq ma'lumot egallashga, Ulug'bek davridagi ma'rifiy qarashlar xususidagi ma'lumotlarni egallashga ishtiyoq paydo bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta ta'lim shakli sifatida, ta'lim texnologiyasi sifatida yana talabalar bilan blitz so'rov metodi orqali biz amaliy bir topshiriq talabalarga taqdim qilishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu amaliy topshiriqda Mirzo Ulug'bek hayotdagi eng qiziqarli 15 ta faktni aytib bering topshirig'i beriladi. Ushbu topshiriqni bajarishda talabalar Ulug'bek o'z zamonasining eng yetuk olimi bo'lganligi, u Ironning Sultoniya shahrida tug'ilganligini va Samarqandda vafot etganligini, Ulug'bek zichi kuragoniy xaritasini asarini yaratar ekan, mana shu asarda yulduzlar harakatini aks ettiruvchi xarita yaratganligini hamda Ulug'bek birinchilar qatorida o'zi qurdirgan madrasalarda tahsil olayotgan talabalarga stipendiya joriy etganligini va bu stipendiyaning hajmi 30 ming dinorga teng ekanligi haqidagi fikrlarni bildirishlari mumkin va bundan-da yanada qiziqarliroq faktlarni aytishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, uyga vazifa tariqasida biz talabalarga O'zbekistonda 3-Renessans mavzusida esse tuzishga topshiriq berishimiz mumkin. Inshoning mohiyatida mamlakatimizda amalga oshirilgan yangilanish bo'yicha quyidagi yo'nalishlar yuzasidan misollar keltiring deya vazifa berishimiz mumkin. Bu so'nggi yillarda respublikamizda science, fan yo'nalishida qanday yangiliklar vujudga keldi? Nimalar qilish maqsad qilib qo'yilgan? Shu xususda esse yozish talabalarga demak taqdim etiladi. Shu bilan birgalikda texnologiya yo'nalishida hamda injiniring muhandislik yo'nalishida erch va match, san'at va matematika va boshqa yo'nalishlarda qanday islohotlar amalga oshirilayotganligi haqida talabalar o'z esselarida, ya'ni insholarida bayon etishlari talab etiladi. Shu bilan birgalikda fikrlaringizni asosli dalillar bilan boyitishga harakat qiling topshirig'i asosida talabalar internetdan ma'lumotlarni olishga, kutubxonalarda o'tirib zamonaviy ma'lumotlarni egallashga harakat qilishadi va shu asosda biz STEAM texnologiyasining mohiyatini talabalarga ko'rsatib berishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta mana shu darsning, mashg'ulotning oxirida biz yuqorida slaydlarimizning yuqorisida ko'rsatgan o'sha elektron manbalarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi va ushbu elektron manbalarda Ulug'bekning hayoti va ijodi, u to'g'risida eng qiziqarli faktlar, Ulug'bek qurdirgan me'moriy obidalar, Ulug'bek madrasalari haqidagi faktlarga, Ulug'bek qurdirgan rasadxona va uning ahamiyati haqidagi faktlarga talabalarni o'sha bilim olishlariga undaymiz. Va xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikamizda uzluksiz ta'lim tizimini progressiv isloh qilish va muvaffaqiyatli rivojlantirish, innovatsion ta'lim dasturlari va pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish sohasida olib borilayotgan mamlakatimizdagi mana shu islohotlar bugungi kunda ta'lim tizimini, uning mazmunini yangi bosqichga ko'tarishda eng muhim bo'lib hisoblanadi va ta'lim jarayoniga STEAM texnologiyalarini tatbiq qilar ekanmiz. Talabalarda kreativ fikrlash, mustaqil fikrlash,
o'zlari egallagan bilimlarni hayotda qo'llay olish kompetensiyalariga ega bo'lishga imkoniyat yaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.